2017-yil Real Madrid va Bavariya futbol tarixidagi eng katta bahslardan biri shu yerda boshlanadi. Bu Santiago Bernabeudagi javob uchrashuvi edi. O'yinni Viktor Kassai boshqardi. 84-daqiqada Arturo Vidal ikkinchi sariq kartochkani oladi va maydondan chetlatiladi, lekin takroriy lavhalarda u to'pga birinchi yetgan degan fikr ham bor. Bahsli vaziyat Bavariyaga ta'sir qildi. Aynan shu vaziyatdan keyin o'yin butunlay o'zgaradi. Myunxen klubi 10 kishi bilan qoladi va Real Madrid bosimni kuchaytiradi. Qo'shimcha bo'limlarda Cristiano Ronaldo 2 gol uradi, ammo ko'plab ekspertlar bu gollarda ofsayd bor edi deb hisoblaydi. Bavariya tarafdorlari esa boshqa savol beradi. Agar Vidal qizil olsa, nega Casemiro ham maydondan chetlatilmadi? O'sha o'yindan keyin hatto Carlo Ancelotti ham ochiq aytdi. Bunday darajadagi o'yinni hakam hal qilmasligi kerak edi. Real Madrid yarim finalga chiqdi, lekin Bavariya muxlislari uchun bu hali ham eng og'riqli kechalardan biri.